Ektiş, elin. Aka, manda qo'chqor qarmag'andalar qaror qilayotgansizda aka. Qanchadan dodasiz? 200 da 100 mingdan o'xshaydi. Nima yetib turadi o'xshamagan. Qaysini? Biznesmen. Mularni qarmab turib, siz qarmab o'sha qaramasangiz tartib qo'ying, so'ning qilib qo'y. Tosh tomosha. Tosh adam tortmaydi ekan. Qancha cheka bu? 4 qanchadan dodasiz? 25 dan bermadim. 25 dan bermadingiz, ha? 4. 30 ming. Bunday qilib tartib qo'yim, nolarni krasiver bu aka. 25 dan bermadim deydi. 4 tish deydi. Qo'y sotadi qarmoqlar. O'zim. Bu qancha tish bo'lib qoldi aka? Ha? Qancha tish? 6 tishda. 6 tishlar, ha? Aqchasi qancha dodasiz? 100 mingdan kam. 100 mingdan kam bor, ha? 3 ekan, ha? 3 100 mingdan kam bor, 6 tish deydi. Kimga yoqqan bo'lsangiz nomerini qo'shib olib berasiz. Nomerni ayting. Nomer 0770 bilan 70 bilan 10 64 33. 10 64 33 shunga tondar. Chiqishdan sonra 4 tish deydi. Qancha deding? 90 kemi bor deydi, 4 tish. Iki tish. Qo'chqorlar 50 mingdan kemi bor deydi. Yuranga qo'yam deyotganlar qo'chqor tartchi deganlar. Ko'rinsizlar. Akkauntga qatta olib degan kanalgacha. 5 pondar javob. Iki tish qo'chqorlar tondar 25 mingdan kemi bor deydi. 25 mingdan kemi bor iki tish. Dört tish deydi, 80 mingdan qizildor. Iki tish qo'chqorlardan so'raganlar. Yaqinda o'rganiladi 45 dan deydi ekoy. Mingdan. Marklar ham sizdanmi? Do'st qanchada o'tasan? Jengiz qanchadan? 50 ming. Qancha tish bu? 4 tish. 4 tish 50 ming. Iki tish to'g'anlar, qo'chqorlarni bir tartchi deganda mana 60 mingdan deydi. Satıladi ekan 60 mingdan. Kemi biraz bor deydi. 80 mingga oldim deydi. 2 tish 4 tish. 8 tish 80 mingga.